Doim rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'smirlarning pedagogik psixologik o'rganish xususiyatlari. Rejalarim. Birinchisi, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'smirlar tushunchasi va ularning psixologik xususiyatlari. Ikkinchi rejam, rivojlanish nuqsonlarining o'smir shaxsining shakllanishiga ta'siri. Uchinchi rejam, rivojlanishda nuqsoni bo'lgan o'smirlarning pedagogik psixologik o'rganish metodlari. To'rtinchisi, pedagogik psixologik o'rganish natijalariga asoslangan ta'lim-tarbiyaviy yondashuvlar. Endi rivojlanishda nuqsoni bo'lgan o'smirlar. Bu jismoniy, aqliy, sensor, ya'ni eshitish, ko'rish, nutqiy yoki psixik rivojlanishda turli darajadagi cheklanishlar mavjud bo'lgan, ammo o'smirlik davriga xos biologik va ijtimoiy o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan shaxslar hisoblanadi. O'smirlik davri taxminan 11 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bunda shaxs kamolotida keskin burilish davri bo'lib, bu davrda nuqson mavjudligi psixologik jarayonlarni yanada murakkablashtiradi. O'smirlik davrining umumiy psixologik jihatlari. Bu o'zlikni anglash kuchayadi, ya'ni men kimman savoli dolzarb bo'ladi. Mustaqillikka intilish, kattalar nazoratiga qarshilik kuchayadi. Emotsional beqarorlik, kayfiyat tez-tez o'zgaradi, ta'sirchanlik ortadi. Endi psixologik jarayon xususiyatlari. Bunda diqqat, xotira, tafakkur va nutq haqida ma'lumotlar berib o'taman. Diqqati barqarorlik past bo'lishi, tez chalg'ish holatlari kuzatiladi. Xotirada esa mexanik yodlash ustun, mantiqiy xotira keskin shakllanishi mumkin. Tafakkuri konkret fikrlash ustun, umumlashtirish va abstraksiya qiyinchiliklar kuzatiladi. Nutqida esa nutqiy nuqsonlar bo'lsa, fikrni ifodalashda cheklanish ijtimoiy faollikka ta'sir qiladi. O'smirlik davri shaxsning ijtimoiy, emotsional va axloqiy jihatdan shakllanishida muhim bosqichdir. Rivojlanishida nuqsoni mavjud bo'lishi bu jarayonga bevosita ta'sir ko'rsatib, o'smirning o'zini anglashiga, atrofdagilar bilan munosabatiga va kelajak rejalari shakllanishiga murakkabliklar keltirib chiqaradi. Birinchisi, o'z-o'zini anglash va o'zini baholashga ta'sir. Nuqsoni bo'lgan o'smirlar ko'pincha o'zlarini tengdoshlari bilan solishtiradilar. Bu esa past o'zini baholash, o'ziga ishonchsizlik, men boshqalardan farqliman degan ichki hissiyotlarni kuchaytirishiga olib keladi. Ayrim hollarda esa aksincha, o'smir o'z nutqini yashirishi yoki inkor etishi maqsadida ortiqcha o'zini ko'rsatish, tajovuzkorlik yoki namoyishkorona xatti-harakatlar namoyon qilishi mumkin. Ikkinchisi, emotsional irodaviy sohaning shakllanishi. Rivojlanish nuqsonlari o'smirlarning emotsional holatiga kuchli ta'sir qiladi. Tez ranjish, xavotir va qo'rquvning kuchayishi, tushkunlikka moyillik, sabrsizlik va affektivlik portlashlar kuzatiladi. Irodaviy sifatlar qat'iyat, sabr, o'zini boshqarish yetarlicha rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Bu esa ta'lim jarayonida qiyinchiliklarni kuchaytiradi. Keyin esa motivatsiya va hayotiy maqsadlarning shakllanishi. Rivojlanishdagi cheklanishlar o'smirlarning o'qishga bo'lgan qiziqishi, kelajak kasbiga ishonchi, muvaffaqiyatga intilish darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Agar pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlash yetarli bo'lmasa, o'smirda passivlik, beparvolik yoki kelajakka ishonchsizlik shakllanishi mumkin. Keyin rivojlanishda nuqsoni bo'lgan o'smirlarni o'rganishning asosiy maqsadi ularning psixologik xususiyatlarini aniqlash, shaxsiy imkoniyatlarini baholash va mos pedagogik yondashuvni ishlab chiqishdir. Bu jarayon individual yondashuv va turli diagnostik metodlarni talab qiladi. Bunda birinchisi, kuzatish tavsifi o'smirning xatti-harakati, emotsional holati va ijtimoiy muloqotini bevosita kuzatish hisoblanadi. Keyin diqqat va xotira qobiliyati, ijtimoiy moslashuv darajasi, emotsional reaksiyalar kuzatiladi. Bu metodning afzalligi tabiiy holatda qiyofani ko'rish imkonini beradi. Keyin suhbat.
Bunda o'smir bilan yuzma-yuz kichik guruhda suhbat olib borish, o'zini anglash darajasi, his-tuyg'ularini ifodalash, muammolar va qiziqishlarini bilish zarur. Bu metodning afzalligi ichki dunyoni chuqurroq tushunish imkonini beradi. Keyingisi anketa metodi. Bunda o'smir yoki uning ota-onasi, o'qituvchi ishtirokida ma'lumot beriladi. Qiziqishlari, xatti-harakat uslublari, shaxsiy ehtiyojlari. Bu metodning afzalligi ko'p ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida yig'ish mumkin. Keyingisi rivojlanishda nuqsoni bo'lgan o'smirlarni o'rganish natijalari pedagogik, psixologik ishlar asosi sifatida xizmat qiladi. Bu yondashuvlar o'smirlarning individual xususiyatlarini hisobga olib, ta'lim va tarbiyaviy jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Birinchisi, bunda individual yondashuv, ikkinchisi korreksion ishlar. Keyin umumiy xulosa: rivojlanishda nuqsoni bo'lgan o'smirlarni pedagogik, psixologik o'rganish, ularning shaxsiy xususiyatlarini chuqurroq tushunish va ta'lim-tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nuqson mavjudligi o'smirning psixologik, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, rivojlanishda nuqsoni bo'lgan o'smirlar bilan ishlashda asosiy tamoyil ularning imkoniyatlarini anglash, qo'llab-quvvatlash va shaxsiy rivojlanishining rag'batlantirishdir. Shu yondashuvlar orqali o'smirlar nafaqat bilim olishda, balki ijtimoiy moslashuv va shaxs sifatida to'laqonli rivojlanish imkoniga ham ega bo'ladilar. Bugungi mavzuim shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.